Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı icadetli qarindaşlarım. Hemenlarınki şu vakti ve bunun iki vakti hayırlık bolsun. Ben Abdülaziz Beş Toğrak, İstanbul'dan sizlerge salam berbatime, canım dostlar. Bugün birlikte ügündüğün dersimiz şu 64. ders tedbiriyay sin derslerde. Konumuzda neçe vaktin yankısı ügünüp kelivatkan mesuliyet iktidarını besip şudu deydiğen bir kitap battı. Şu resmini köydenla. Şu kitaptan ügendik. En ahırkı ders 65. ders buldukken kiler hepte tüydükkenimiz canım qarindaşlar. Biraz başka kurs işlerimiz boğaçka. Şunlaşka vaktimiz taza yetmey kaldı. Bugün 7. babdan mesuliyet alaylıkını yaratıdı diyen bab. Şu babdan eşip kalan bir mezmun battı. Mükemmel hizmetini, vazifini, mesuliyetini toluk öteş arkalıklı yaratkalı buludu diyen mezmununu öğrengendiğin için 8. bab mesuliyet hayattaki neticelerinin ule. Ekran kapatmağaçqa hayattikini qısqartıp mesuliyet neticelerini ol edip ettim. Ondan keyin bunundaki mezmundan siz özünüz üçün xizmat qilasiz degan mezmunni birlikte ügünümüz canım dostlar. Anda olsa hemimiz kitapqa kirip keteyli. Mükemmel hizmetini, vazifini yani mesuliyetini to'liq o'tash orqali yaratqılı boludu. McInlay Zong'un Texas ştatidagi bir mektepte o'quvchilarga nutq so'zlaganda mundaq degan. Başqa ishlarga silishtirganda texmi muhimi sizlar bir ishni, vazifani, mas'uliyatni to'liq o'tagan holda mumkin qadar mukammal ishlanglar. Bu ishni qila oladigan kishilarga silishtirganda eğer siz onu texmi yaxshi ishlayalısınız, o halde siz mengü işsiz kalmaysınız. Bir trilyon setiş şirketide xo'jayin 3 xizmatchiga o'xshash bir ishni topshiribdi. Mal ta'minlovchi savdogar tarafga berib, terilarning sonini, bahosini va sufitini tekshirib kelinglar debdi. Birinchi xizmatchi 5 minutdan keyin qaytib ketdi. O tekshirishga o'zi bormabdi. Qo'l ostidagilardan mal ta'minlovchi savdogarning ahvolini uqishib ko'riblar, doklad qilishga kelibdi. 30 minutdan keyin ikkinchi xizmatchi qaytib kelib, doklad qilibdi. O mal ta'minlovchi savdogar tarafga o'zi berib, terilarning sonini, bahosini, sufitini egallabdi. Uchinchi xizmatchi 90 minutdan keyin qaytib kelib, doklad qilibdi. Aslida o mal ta'minlovchi tarafga o'zi berib, terilarning soni, bahosi va sufitini egallab qolmay, balki shirkatning setib bilish ehtiyojiga asosan mal ta'minlovchi savdogar tarafdagi eng qimmatbaho tovarlarni tafsili xotirlagan hamda mal ta'minlovchi savdogarning setish mudir bilan aloqalashgan edi. Qaytish yo'lida o başka iki mal ta'minlovchi savdogar tarafni berib, o yerdan tarafga berib, o yerdan qaytish yo'lida o başka iki mal ta'minlovchi savdogar tarafga berib, o yerdan trilyon savdosining uchurlarini egillagan. Bu 3 mal ta'minlovchi savdogarning ahvolini tafsili silishtirib ko'rib, eng yaxshi setib bilish loyihasini tuzib chiqqan ekan. Birinci xizmatchi ishni qo'lning uchida qilgan. Vazifaga yengillik bilan taqobil tug'an. Ikkinchisi buyruqqa passiv bo'ysungan deyishkili bo'ladi. Haqiqiy yo'sinda vazifani, mas'uliyatni to'liq ado qilib, ish bajargani faqat uchinchisini bo'lgan. Oddiylik qilib o'ylab ko'raylik. Agar siz xo'jayin bo'lsangiz, ularning qaysisini yollagan bo'lardingiz? Qaysisini mukofotlagan bo'lardingiz? Mubada ish haqi qo'shmoqchi, o'stirmoqchi bo'lsangiz, siz bu fursatni kimga berishni xohlaydingiz? Agar siz
xo'jayinning ishonchiga erishishga izlaydigan, arziydigan, muvaffaqiyat qozongan xizmatchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, o halda siz mumkin qadar to'g'rilikni va mukammallikni qo'g'lishingiz kerak. To'g'rilikni va mukammallikni qo'g'lishingiz kerak. Astoydil bo'lish, o'z xizmatiga qattiqlik muomala qilish, muvaffaqiyat qozonguchi hozirlashga tegishli fazilat. Amaliyotda har kasb, har soha butun niyati bilan berilib, vazifaning, mas'uliyatning huddisidan chiqib ishlaydigan xizmatchilarga ehtiyojliq. Chunki vazifasining, mas'uliyatining huddisidan chiqib kasbga hurmat chiqish, kasbga hurmat qilish ruhini tarbiyalashning tuproqi. Xizmatda sizda vazifa, mas'uliyat ham g'oyib bo'lmasa, turmushingiz ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Shunlashqa mayli siz qandaqla xizmat qilmang, qandaqla xizmat bilan shug'ullanmang, o xizmatingiz mayli odatdagi bo'lsin, mayli boshqalar havas qiladigan xizmat bo'lsin, butun niyatingiz bilan mas'uliyatingizning huddisidan chiqishingiz, uzluksiz ilgirilashni qo'lga keltirishingiz kerak. Muhitingiz jafoliq bo'lsa-mu, xizmatga butun vujudingiz bilan kirishsangiz, eng oxirida sizning erishadiganingiz yalg'iz iqtisodiy jihatdagi kamchilik bo'lib qolmay, yana odamlik xarakteri yaqindanmi o'zini mukammallashtirish bo'ladi. Ya'ni odamlik xarakteridimi, jihatdami o'zini mukammallashtirish bo'ladi. Vazifani, mas'uliyatni to'liq o'rindashni mangu davomlashtirish kerak. Bir qatim tövbe ko'rsatilgan ish bu dunyoda bakli ko'p. Misal uchun aytsak, suvni 99 Selsius gradusga qadar qaynatib, endi bular deb o'ylab yana qaynatmasangiz, nihoyat afsuski, siz mangu haqiqiy qaynagan qaynoq suvni icholmaysiz. Bu xil ahvol ostida 99% tirishchanligingiz nolga barobar bo'lgan bo'ladi. Meni qanday xizmatni qilmaydi? Ko'ngil tindirib, uni puxtalik bilan qilishimiz kerak. Bir odam vaqtini nega sarf qilsa, natijani shu yerda ko'radi. Faqat sizning tirishchanligingiz mangu davom qila olasizlar. Bu intayin oddiy ve ameliy qoida. Ama ko'plagan xizmatchilar 3 kun baliq tutsa, 2 kun to'r quritadi. Bundaqda natijani mangu ko'rgili bo'lmaydi. Xizmatda gerçi halsingizmi, ama uni astoydil, bütün vujudingiz ve bütün kuchingiz bilan ishlasangiz, o sizga jannatni tepib beradi. Siz belki yaman emas xizmatchidirsiz. Yalg'uvchi ishinib sizning kichik bir ishni bejarib kelishga evazsa, siz u vazifani o'rinlashga kapolat qila olamsiz. Shundaq, uni siz belki o'rinlashingiz mumkin. Mabodo siz ish bejargili boradigan yer danglik sayohat o'rni bo'lib qolsa, vazifani, mas'uliyatni to'liq o'rinlashni unutib qolasizmi? Yoki siz suhbat ilib boradigan joy odamni qiziqtiradigan ko'ngil o'rni bo'lib qolsa, mas'uliyatchanligingizni bo'shashtirib qo'yasizmi? Amaliyotda nihoyat ko'p xizmatchilar biror xil vazifa topshirib olganda besim va bezorlik his qiladi. Ba'zi chaqlarda ular o'zlarini tutib ololmay, tashqi dunyoning qiziqtirishi bilan diqqat kuchini xizmatga yig'olmay qoladi. O'zini tirishib tutib olish vazifani, mas'uliyatni to'liq o'rinlaydigan xizmatchilar bilan odatdagi xizmatchilarning g'oyat zo'r farqi bo'lib qoladi. Yoshlar esida tutish kerakki, osmon o'rilib tushsa-mu, o'zini tutib olish kerak. Amaliy xizmatda ko'plagan kishilar o'z xizmatini nihoyat yaxshi ishlayapman deb qaraydi. Ammo siz o'zingizning eng zo'r yoshirin iqtidorini joriy qildirib, ishni to'liq,
mükemmel işlediniz mi? Her bir adam mölçerleş ters boğan, gayet zor, yoshurun iqtidarga ega bo'lgan bo'ladi. Agar xizmatni, vazifani, mas'uliyatni to'liq ado qilish pozitsiyasi bilan ishlaydigan bo'lsa, o'z jismidagi yoshurun iqtidorini eng zo'r chekda joriy qildirgan bo'ladi. İşni to'liq, mukammal ishlaydi. Şirketga yangi kirgan bir yosh o'zicha kasbiy iqtidori nihoyatda kuchli. Xizmatning huddisidan xohlagancha chiqaman-ku deb o'ylabdi. Bir kuni boshliqi unga bir davlat shirkat uchun bir e'lon tashviqoti loyihasini ishlab chiqish vazifasini topshiribdi. Bu yosh talentim eşip turmasa deb o'ylab bir kun vaqt sarf qilibla o loyihani ishlab bo'lib boshliqiga topshirib beribdi. Boshliqi uning loyihasiga bir qarabli bo'lmaydiganligini bilib, loyihani yana boshdan ishlab chiqishga buyuribdi. Natijada o 2 kun vaqt sarf qilib, loyihani yana boshdan ishlab, uni boshliqiga topshirib beribdi. Boshliq uni ko'rgandan keyin gerçi taza mükemmel bo'lmabdi deb qaragan bo'lsa-mu, ishlashni bo'g'idek deb hisoblab, uni xo'jayiniga yo'llabdi. İkinci kuni xo'jayin o yoshni boshliqi orqali o'zining ishxonasiga chaqirtibdi. Onundan bu siz ishlab chiqaradigan eng yaxshi loyihami deb so'rabdi. O yosh turib qilib javob berishga jur'at qila olmabdi. Xo'jayin o loyihani astala onun aldığı iştirip koyuptu. O yaş hiç nime demey, loyihani qo'liga elib, özünün ishxonasiga qaytib ketdi. Ondan keyin o öz kayfiyatini tangshab, loyihani yana bir qur o'zgartib, onu xo'jayiniga qayta topshirib beribdi. Xo'jayin yana shu gapni qilibdi. Bu siz ishlab chiqaradigan eng yaxshi loyihami? O yaş dekki bulup, hatircem bulolmay, eniq cevap verişke cüret kılolmaptı. Şunu bilen xo'jayin onu loyihani yana elip gitip, yana baştan qarab chiqib, astoydil o'zgartishga buyuribdi. Bu qatim o ishxonasiga qaytib, bir hafta kallasini qatirib, jafoliq o'ylanibdi. Loyihani uzun kesil o'zgartib, andin onu apirib topshiribdi. Xo'jayin onun gözleriga qarab, yana aşı bir eg'iz gapni so'rabdi. Bu siz ishlab chiqaradigan eng yaxshi loyihami? O yosh to'liq ishonch bilan javob beribdi. Shundoq, men buni eng yaxshi loyiha deb qarayman, debdi. Xo'jayin, bo'ladi. Bu sizning loyihangiz tasdiqlandi, debdi. Bu qatımqı xizmat keçirmişdən keyin o yaş mundaq bir qoidani tushunibdi. Vazifani, mas'uliyatni to'liq ado qilgandilar, xizmatni mukammal ishlagili bo'ladi ekan. Keyin xizmatda o o'ziga doim mundaq chekilaydigan bo'pti. Ko'nglini chashma, o'z xizmatingga vazifani, mas'uliyatni to'liq ado qilish asosida muomala qil. Neticede o bargan sırı közü kürünerlik bulup özgürüp, başlıkı ve xo'jayinning e'tibarlab işitilishiga erishibdi. Vazifa meydanida shundoq bo'ladi. Ba'zi xizmatchilar aslida ko'zga ko'rinarlik iqtidorga ega. Ammo vazifani, mas'uliyatni to'liq ado qiladigan xizmat ruhini hozirlamagan bo'lg'achqa, xizmatida doim yo'chiq ko'rinib turdi. Neticede o'zini bara oddiylashtirib qo'ydi. Ammo boshqa ba'zi odamlar bo'lsa, ularning xizmatdagi ifodasi dastlabida ancha ko'zga ko'rinarlik bo'lmaydi. Ularning ahvoli o'ziga ayon bo'ladi. O'z ahvolini o'zgartirish uchun ular xizmatga butun vujudi bilan vazifani, mas'uliyatni to'liq ado qilish asosida kirishidi. Öz xizmatini barliq amallar bilan mukammal ishlaydi. Natijada kasbda muayyan qutuqqa erishadi. Her qanday ishni qilishda vazifani, mas'uliyatni to'liq ado qilish kerak
onun kasb jihatda utuq qozonish yoki mag'lub bo'lishdagi roli hal qilg'uch bo'ladi. Bir muvaffaqiyat qozongan boshqaruvchi agar bir qistirma mexni haqiqiy yo'sinda yasab chiqarsang, onundan topadigan puling sen yasab chiqqan qo'pol par mashinasi qaraganda texmo ko'p bo'ladi degan. Halbuki shuncha ko'p yillardan buyon bu nuqtani hech qancha ko'p kishilar tushunib yetolmadi. Bütün kuchi bilan atlanib xizmat qilishning xizmatdagi jafoni yo'qotalaydiganligidek bu sirni tushunib yetalaganda muvaffaqiyatga erishishning asli qoidasini egillagan bo'lamiz. Gerçi kasbing oddiy bo'lsa-mu, mubodo hamma yerda vazifani, mas'uliyatni to'liq ado qilishdek pozitsiya bilan xizmat qilsang, shaxsning intayin çok muvaffaqiyatiga erisha olaysan. Eğer sen utuqliq holda boshliqning ishonishiga arzigudek xizmatchi bo'laman desang, o halda sen mumkin qadar to'g'rilikni ve mükemmellikni qo'g'lashqin. Öz xizmatiga vazifani, mas'uliyatni to'liq ado qilish asosida muomala qilish muvaffaqiyat qozong'uvchilar hozirlashga tegishlik fazilatdan iborat. Qadrli qarindoshlar, 64. tadbiriy dersimizde mas'uliyat iqtidorini besib tushdi degan kitobdan eshib qolgan 7. bobdagi mükemmel xizmatni, vazifani, mas'uliyatni to'liq o'tash orqali yaratqili bo'ladi degan mazmunni birlikda o'rganib o'tdik, jinim do'stlarim. Ondan keyin biz 8. bobga keldik. Mas'uliyat hayotdagi natijalarning uli. O'qiyotgan kitobimiz mas'uliyat iqtidorini besib tushdi. Şu babga kirgandan keyin dastlabki mazmunni ko'rsak, bugungi planimiz amalga oshgan bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Siz o'zingiz uchun xizmat qilasiz. Bir qari yog'ochchi pensiyaga chiqmoqchi bo'pti. Xo'jayin uningdan yana bir uy selishga yordamlashasizmi deb so'rabdi. Qari yog'ochchi ma'qul bo'libdi. Ammo yog'ochchining ko'ngli ishda bo'lmabdi. Material ishlatishdimi qattiqlik qilib ketmabdi. Qilgan ishimi burunqi o'lchamda bo'lmabdi. Qisqasi, uning kasbga pishiq bo'lish ruhi qayta mavjud bo'lmay qoldi. Evri to'qayli qilib silingan bu uy bitgandan keyin xo'jayin bir nima demabdi. Fakat aç quşnila qari yog'ochchiga topshirib beribdi. Bu sizning uyingiz debdi xo'jayin. Bu mening sizga bergan sovg'atim. Öz ömrida nihoyatda ko'p yaxshi uylarni salgan qari yog'ochchi oxirida o'zi uchun mushunda qo'pol, eplab, saplab bitkizgan uy silib qopdi. Öz ömrida bu faqat bir hikoya. Ammo u qilgan tirishchanligingizning butunlayla xo'jayin uchun bo'lmaydiganligini, tegi taktidan aytganda sizning o'zingiz uchun ishlaydiganligingizni tushuntirib beradi. Ko'plagan kishilar o'zlarining boshqalarga ishlash bilan bir vaqtda o'zi uchunmi ishlaydiganligini bilib ketolmaydi. Siz oilangizda boqadigan maoshga erishib qolmay, o'zingiz uchun xizmat tajribasini jug'laysiz. Xizmat sizga maoshdan xeli darajada eshib ketadigan boshqa narsalarni beradi. Ma'lum ma'noda aytganda xizmat dal o'zimiz uchundir. Hozir ko'plagan kishilar o'zining xizmatiga yuzakila muomala qiladi. Men xo'jayin uchun yalinib ishlayapman-ku deb o'ylaydi. Bundaq o'ylash vakillik xarakteriga ega. Ularning qarashicha xizmat bir xil oddiy yalinish munosabati. Ko'p ishlasin, az ishlasin, yaxshi ishlasin, yomon ishlasin. Buning o'ziga nisbatan ahamiyati cho'ng bo'lmaydi. Bu xil o'ylash haqiqatan nihoyatda cho'ng xato. Siz xizmatni faqat oilangizda beqishning bir xil vositasi qilib olsangiz,
O halda siz ömür vayet hizmetinin kolu bulupla ötüsüz. Fakat her vakit kesbini desep, növbetki hizmetinizge yüksek derecede muamele kılgandılar. Onu öz kesbinizin başlanış noktası kılgandılar. Andın hakiki yusunda muvaffakiyet yoluga mağalaysız. 15 yaşında Çivap'nın ailesi bekli kembagal idi. Kısqılı mektep terbiyesi köygen o bir tağlıq kentki berip at bakkuchu boldu. Ama Çivap öz ehvallığı kayıp yüzünü taşlıp etmedi. Hem vakit terakkiyat pürüstünü izledi. 3 yıldan keyin o Polat Dömür padişahı Karnikka karaşlık bir kuruluş iş orduğa kelip madikarlık kıldı. O öz iştaşları arasında en münevver adam buluşku bel bağladı. Başkalar iş capalık, iş hakkı tüven dep ağrınıp, işte susluk körüstüp atkan çağda o ün çıkarmay hizmet tecrübesi cuğladı. Kuruluş bilimlerini özlüküdün ögendi. Bir günü keşte Çivap'nın hemrahları paran selişip olturattı. O bir bulunga mükünümelip kitap kürvat attı. O günü der şirketinin direktörü iş orduğa hizmet tekşürüp kelgen idi. Direktör Çivap'nın koludaki kitabını körüp baktı. Onun hatırı defterini mo varaklap köydü. Keyin hiç nime demeyli kitip kaldı. Etsi direktör Çivap'ını işhanasıga çakırdı. Onundan o nimelerni ügünüp nime kılısan dep soradı. Çivap, men şirketimizde malikarlık kıldıganlar hergizmo kemlik kılmaydı. Kemçilik bulmatkını hem hizmet tecrübesiga hem kesbi bilimlerge igi bolgan teknik xadimlar yoki boshqaruvchilar bo'lmatıdığı deb o'ylayman. To'g'ri mu? Dedi Çivap. Direktör beşini linçti. Köp ötmey Çivap texniklikka östürüldü. Madikarlık kılganlar işide bazılar onu zanglık kıldı. O cevap verip, men nokul xo'jayin için işlemeymen. Yalğızlı pul tepiş üçün emas, men öz gayem üçün. Özümün yirak kelgüsü üçün işleymen. Biz özümüzü fakat kesbi neticeler asasında östüreleyimiz. Men hizmet yaratkan kıymetimni ilavatkan iş hakkıdın zor derecede aşırı etimen. Şunda kılgandıla, etibarlap işletişki irişeleymen, pursetkimo irişeleymen, dedi. Moşundak şens bilen Çivap kadem kadem örlap baş injinerlik orduğa çıktı. 25 yaşlı kelgen yılı o aşı kuruluş şirketinin baş direktörü bulup kaldı. Karnik Polat Dömür şirketinde Hughes deydiğen bir talantlık injiner hem şirik bar idi. O şirketki en çoğun Polat Dömür zavodunu selavatqanda Çivap'nın başkalarının eşipçilerin hizmet kızgınlığı bilen başkuruş iktidarını baykap kaldı. Aynı çağda baş direktör bulup işlevatkan Çivap, kuruluş orduğa her günü etigenliki en baldur kiletti. Hughes Çivap'tan nemişke daim munçula etigen kildiğanlıkını sorganda o, muşunda kılgandıla birer kandak aldıraş işler çıkıp kalsa dehli yetmeydi, dep cevap verdi. Zavut bütkendin keyin Hughes Çivap'ını özüge yardımcılıkı kösetti, hem bütün zavutның işlerini məxsus başkuruşqa koydu. 2 yıldan keyin Hughes bir qatımlıq hadisede ölüp ketdi. Çivap zavut başlıqlıq vazifasini ötküzüp aldı. Çivapның talantlık başkuruş sanati ve hizmet pozisiyesi sebebinden Polat Dömür zavutu Karnak Polat Dömür şirketinin royga aylandı. Muşu zavut boğaçqa Karnak, men kaçan bazarını ilgileşini oylasam, bazar mening boludu. Çünkü men hem erzan, hem yaxşı polat materyallarını işlep çıkıra alayman diyelidi. Bir neçe yıldan keyin Çivap Karnak tarafından Polat Dömür şirketinin liderliğine tayinlendi. Çivap lider bulup 7. yılı. Aynı çağda Amerika'nın Polat Dömür tomurunu tizgillep turgan çoğun magnat
Morgan Karnakqa po'lat temir tijoratini birlashib boshqurishni o'ttirg'a qo'ydi. Karnak bu teklifida dastlabida e'lon qilmadi. Buning bilan Morgan agar Karnak rad qilsa, o shu vaqtda Amerikaning po'lat temir kasbida ikkinchi o'rinda turayotgan Beslehim po'lat temir shirkati bilan birlashadiganligi to'g'riliq gap tarqatdi. Bu chog'da Karnak g'uduqib qoldi. O Beslehim bilan Morgan birlashsa, o'zining taraqqiyotiga tahdid paydo qiladiganligini biladi. Bir kuni Karnak Chivapqa bir parcha aniqlama tizimligini berib, buningdagi shartlar bo'yicha sen berib Morgan bilan birlashish ish to'g'riliq so'zlashgan dedi. Chivap uni qo'liga olib ko'rib baktı. Morgan bilan Beslehim shirkatining ahvolini yaxshi bildigan Chivap kulimsirab turib Karnakqa oxirgi qaror chiqarish huquqi sizda. Ammo sizga aytqim kelyotidi. Berib, mushu shartlar bo'yicha so'zlashsak, Morgan bu shartlarni xushallik bilan qabul qiladi. Ammo siz zo'r bir turkum puldan ziyon tortisiz. Qaraganda bu ishni meningchilik tafsili tekshirib boqmagan o'xshaysiz, debdi. Analiz qilish orqali Karnak o'zining Morganni yuqori mo'ljallab qo'yganligini e'tirof qilibdi. Karnak Morgan bilan qiladigan suhbatni Chivapqa to'liq huquqliq bilan havola qilib, o'ziga mutlaq foydali bo'lgan birlashish shartlariga erishibdi. Morgan ziyon tortganligini his qilib Chivapqa "Mushundaq bo'lgan ekan, Karnak ati mening ishxonamga kelib qo'l qo'ysin" debdi. Chivap atigandila Morganning ishxonasiga keldi. Onunğa Karnakning gapini yetkizibdi. 51-ko'cha bilan Xivar ko'chasining orlig'idagi Xivar ko'chasidan 51-ko'chagacha bo'lgan orliq bilan o'xshash. Bu gapni anglab Morgan bir hazat jimib ketibdi. Undaq bo'lsa men baray debdi o. Morgan azaldan boshqalarning ishxonasiga berib boqmagan ekan. Ammo bu qatim uning uchrab qolgani ishqa bütün vücudu bilan berildigan Chivap bo'lg'achqa, o o'zining mag'rur beshini egishga majbur bo'libdi. Keyin Chivap nihoyat cho'ng tipdagi Bolg'in po'lat temir shirkatini qurib chiqdi. Hem odatdagi bo'lmagan kasbiy natijalarni yaratib, bir madikardan egilik yaratquchilikqa bo'lgan sakrashni haqiqiy yo'sinda o'rinladi. Xizmatingizdagi har bir ishqa kasbga bo'lgan pozitsiya bilan muomala qilsangiz, ham uni vazifam deb bilsangiz, siz o'zingizda bo'lgan alohida iqtidorni qazib chiqqan bo'lasiz. Kishini bizar qiladigan ta'msiz xizmat bo'lsa-mu, uning qimmat yarata olasiz. Va vazifangizni o'rinlash bilan bir vaqtda xizmatingizmi haqiqiy alda bir xil kasbga aylanadi. Bir jup ayol tijab to'shab 4 bolani beqib cho'ng qilgan ekan. Ularning to'y qilganligining 50 yilligi bo'lganda beqib cho'ng qilganlik shafqatiga javob qaytarish uchun 4 bola ularni eng hashamatlik muhabbat paruxtida sayohatga avatib, o ikkilanni dengiz manzaralaridan bahramand qilishni qaror qilibdi. Ayol ikkilan birinchi darajalik kayutaning bileti bilan bu hashamatlik sayohat paruxtiga chiqibdi. 1000 odam sig'adigan bu cho'ng paraxot ularga yiqib ketibdi. Paraxotda suv ko'lchiki, hashamatlik kashlik klub, kinoxona, qimor maydoni, munch qatorliqlar bor ekan. Ularning ko'zlari olichakman bo'lib, cheksiz xushal bo'lishibdi. Bu güzellik ishida yetishmay qolgani har xil hashamatlik aslarning xarajati intayin qimmat ekan. Tejashlik bilan kun o'tkazib, ko'nib qolgan bu ayol o'zlarining ancha ko'p bo'lmagan sayohat xarajatini hisoblab ko'rib, yengillik bilan iste'mol qilishga zodi qiyolmabdi. Ular faqat birinchi darajalik kayutaning 5 yulduzlik yurishlik yatqidagi aslardan bahrilanibdi. Yoki palubida aylanib yurib, dengiz yuzidagi manzarlardan bahramand bo'libdi. Helimi yaxshi, ular paraxotdagi tamoq ig'izimizga tetimay qolsa deb bir yeshik tayyor cho'p elib olgan ekan.
Paraxutdagi hashamatlik inson tamoqlarini yeyishga qurbi yetmagachga tayyor cho'pni qaynoq suvga chilab qursoq to'yg'izibdi. Tamoqning ta'mini o'zgartmoqchi bo'lsa, g'arbcha tamoqlarni yebdi. Paraxutdagi magazindan g'arbcha piranik bolkalarni, süt ve meyvelerni setib oldi. Safarning oxirgi oqshimiga borganda bu ayol uyga qaytib borgandan keyin yaqin yo'riqlar, qo'lim qo'shnilar paraxutning tomoqlari qandoq ekan deb so'rab qolsa, javob berolmay qolmoq tez bo'lmas deb o'ylab qopti. Eri xonim bilan maslahatlashgandan keyin qat'iy niyatga kelib, kechlik tomoqda paraxutning oshxonasiga kirib g'izolanmoqchi bo'ldi. Ishqilib oxirgi bir vaqt tomoq bir qatim buzib chassak hech nim bo'lmas deb o'ylabdi. Muzika va shamlarning yo'riqi ostida oltin to'y xotirasini o'tkazayotgan bu ayol dastlab muhabbatlashgan chog'lardagi xushalliqqa qaytgandek bo'ldi. Romkalar ko'tarilayotgan kulki sadolari ichida g'izalanish vaqtimi oyoqlashib qoldi. Ular ig'ir dakki-duk ichida kutkuchini chaqirib kelib, tomoqning pulini berib bo'ldi. Kutkuchi adab bilan so'rabdi. Paraxut biletingizni ko'rib baqsam bo'lamdi? Ochiqlabdi. Men bu paraxutga o'g'irlikni chiqolmagan tursam, bir vaqt tomoq yengimi paraxut biletini ko'rgan bormi? Keyin u xohlamagan holda paraxut biletini shira ustiga tashlab qo'yibdi. Kutkuchi paraxut biletini elib, qalamini chiqarib, biletning keyinidagi nurg'un katakchilarning biriga belgi urib qo'yibdi. Shuning bilan bir vaqtda hayron bo'lib, "Efendim, siz paraxutga chiqqandan keyin zodini iste'mol qilib boqmadingizmi?" deb so'rabdi. Yashangan efendim texmi ochiq qilinibdi. "İste'mol qilmaymanmi, qilmaymanmi? Sizning chatqingiz nima?" Kutkuchi savrichanlik bilan tushuntiribdi. Bu birinchi darajalik kayutaning bileti ekan. Siz safar jarayonida paraxutda bo'ladigan barliq iste'mol turlari, tomoq, kechlik klub va qimor maydonidagi qimor biletlaridan tortib, hammasi bilet bahsi ichida bo'ladi. Har qatimki iste'molda siz biletingizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Biz biletning keyingi katakchilarga sizib qo'yamiz. Peshqadam efendim, siz qeri ayol safar jarayonida har kuni yegan tayyor cho'plarini yana kelib ati paraxutning tushadiganligini o'ylab, ixtiyorsiz jimmida bo'lib ketibdi. Siz tug'ilgan chog'da yaratmish sizga paraxutning eng yaxshi birinchi darajalik kayotisining biletini bergan bo'ladi. Siz moddiy jihatda, ruhiy jihatda eng hashamatlik muomaladan bahramon bo'la olasiz. Siz faqat paraxut biletini chiqarib ko'rsatishni xohlasangizlar. Hergizmi paraxutning birinchi darajalik kayotisining biletini isrof qilib, tayyor cho'p bilan qo'saq to'yg'izib yashaydigan kunni ko'rmang. Sizning xizmatingiz yaratmishning sizga bergan paraxutning birinchi darajalik kayotisining bileti. Paraxutdan tushmagan chaqda xizmatning xushalligidan yaxshilab bahramand bo'ling. Qadrli qarindoshlar, qo'limdagi bu mas'uliyat iqtidorini besib tushidi degan kitob, uni vatanda nashr qilgan kitoblar ekan. Shunga ba'zi mazmunlar bizningki kulturimiz, madaniyatimizga, islom dinimizga uyg'un bo'lmasa-mu, hamda bani o'qidik. Buni o'rganmoqchi bo'lgan mazmun shu mas'uliyat hayot natijasining uli. Buningda siz o'zingiz uchun xizmat qilasiz degan mazmunni birlikda o'rgandik. Qadrli qarindoshlar, 237-betga keldik. Bu yerda mas'uliyat ruhi sizni oldingi qatorga o'tkazadi degan mazmun. Uningdan keyin mas'uliyat shon sharaf demakdir degan mazmun. Uningdan keyin shirkat bilan taqdirdosh bo'lish degan mazmunni birlikda o'rgansak, 256-betda bu kitobni o'rganib tugatgan bo'ldikamiz. Qadrli qarindoshlar, kitobni İstanbul'daki kitobxonalarni topa olasizlar. Mas'uliyat iqtidorini besib tushirdi.
Bu rahmetlik dadamnınki mava soğuk kılgan kitipi kadarlı kırındaşlar. Nahit yaxşı kitapken inşallah bununki PDF'sini mi tepip torga yollap koyuşka tirişimiz. Siz bilişini oylığalla kitapxallarını setip alsanız yakın. Ben ive etip bensin buludu. Bugün benim 3 yerimde kursum boğaçka baldurak tügettik. İnşallah keler hepte 65. derste kitapını bu kitap komu İştamam ve selam. Esselamu aleyküm. Allah'a emanet deyimiz. Aldın kakşimi Ali İzzet Bügovuş'tan bir kitapını tügettik. Kadirli kırındaşlar. Şundak ügensek nurgun kitaplarını tügeteleyimiz canım dostlarım. Anavası Allah'ın özge amanet, mesuliyetinin iktidarını besip şutuğallıqını herkes isimizin çıkamayla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu.